Uyum joyim deydigan akalar, ukalar, opa-singillarimiz uchun ustalardan, ya'ni nomer 1 ni topib qo'ydim. Ko'rishingiz mumkin sokil qismiga, ya'ni ukrainskiy granit anglo-black fasonidan terib berishgan. Fasadiga keladigan bo'lsak, Eron traventin toshidan terib berishgan. Ko'rishingiz mumkin, bitta baho beringlar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, Malades O'zbegim deb yozib qo'yish обязательно esingizdan chiqmasin. 2025-yil sokilga granit terish hamda fasadga traventin tosh terish narxlari necha pul bo'lyapti va usta akalarimiz qayerga borib xizmat ko'rsatishadi. Hamma ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Kanalga yangi bo'lsalaring, bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, biz har doim mana shunaqa qo'li-gul usta akalarimizni ishlarini chiqarib boraveramiz. Birinchilardan ko'rishlaring mumkin. Bo'lsa uyum bitta bo'lsin deydigan akalarimizga bu videomizni обязательно поделиться tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz. Boshladik. Akalar, mana videoni boshlab olaylik. Mana shu ko'rib turgan darvozalarga bitta ahamiyat beringlar. Yuqori qismi hamda yon tarafiga usta akalarimiz shunaqa chiroyli fasondan qilib qo'yishibdi, to'g'risi gapirishga til ojiz. Biz 8 yillik staji bor usta akamizni olib kelganmiz, ya'ni Shahzodni olib kelganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shahzod, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Uzabzor kanal obunachilari. Shahzod, bu xonadonimizga ham sokil qismini ham fasadiga traventin, Eron birinchi sirli traventin toshidan terib berganmiz. Ya'ni Eron ha bu? Eron toshi bu. Aha, ko'rishingiz mumkin. Tabiiy zo'r tosh bu. Zo'r chiqdi, lekin bu qanday bu kesilib har taraflama keng kesiladi bu. Har qo'l mehnati. Qo'l mehnati. Ana bunaqa bordyorlar yasab berganmiz bunga. Keyin bu suxoy montajga bo'lgan. Suxoy montaj. Orqasiga armatura va arksorga qilib berganmiz. Suxoy montaj, общий hamma joy. Xohlasa beton desa beton ham. Beton yo'q, bularga beton bo'lmaydi. Toshga beton yo'q, uning rangi chiqib ketadigan, namur bo'ladi. Faqat suxoy montajga bo'ladi. Sokillarimiz to'liq betonga bo'lgan lekin. Sokillar betonga bo'lgan. Bu tomon suxoy montajga bo'lgan. Suxoy montaj. Shu turish ham turaveradi, farqi yo'q. Necha yil garantiya beramiz? 50 yil garantiya xudo. 50 yil garantiya. 50 yil. Bu to'g'risi mana shu g'ishchalariga o'zing bitta ahamiyat beringlar. Juda ham sifatli ishlangan. Bu endi buni ham kesgandasizlar, to'g'rimi? Kesilgan, razmer kesilgan. 30 ga 8 ga kesilgan. Zo'r. Tumbalarga bitta ahamiyat beringlar. Svetilliklarni ham o'zlari qo'yib berganmisizlar? Ha, svetilliklarni elektriklarimiz qo'yib berdi. Elektriklarni ham elektriklar qo'yib berdi. Zo'r. Bu traventin toshimiz 2025-yil narxi qanday bo'lyapti? Traventin toshlarimiz 2025 narxi faskal ochishlari $2 dan bo'lyapti. $2. Bu metriga bo'ladi. Metriga $2 dan. Har bitta metr $2 dan ketaveradi. Mana bu fask ochilgan bularga $2 dan ketadi. Kvadrati? Kvadrati $12 dan ketadi. $12 bir kvadrat metr. $12, terish $12, fask ochish $2 dan. Fask ochish $2 dan. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, to'g'risi. Mana shu oynamizni girdilariga ham qaraydigan bo'lsalar, tiyagalarni ham traventin toshlardan qilib berishgan, zo'r lekin. Shahzod, bu tumbalarimiz qanday bu? Bu ham traventin tosh bu ham. Qaranglar. Taroq ko'rinishida qilib berganmiz buni. Juda ajoyib chiqdi. Ya'ni sokilga moslab bergansizlar, to'g'rimi? Sokilga moslab, pasti ham, tepasi ham taroq ko'rinishida bo'lgan. Zo'r lekin pastiga ham mana shunaqa figuralardan chiqarib zo'r qilib berishdi. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Shahzod, bu sokilimizga ya'ni granit toshidan terib beriladi. Ha, sokilimizga granit tosh terib berdik. Ukrainskiy anglo-black deyiladi buni. Anglo-black ukrainskiy toshi bu. Ko'rib baho bering. 6 oy oldin terilgan toshda hozirgi holati umuman yo'qotgani yo'q. Buni biz qanday narxlanadi 2025? Buni ham narx-navosi o'shanday.
har bitta fasga ochilgan bunga. Mana ko'rib bitta bahoringiz bitta fasga bor. Fasga 2 dollar, 4, 6, 8 dollar har bitta fasga. Har metri. Metrga 2 dollar olinaveradi. Aha, 1 metrichi 1 metrga 2 dollar. 1 metrin terishini o'zi 12 dollar. 12 dollar. 12 dollarga. Ya'ni agar fasga qildirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, shu 12 dollarga qo'shilib ketadi. Ketaveradi. Qo'shilib ketaveradi. Masalan, shu fasonimiz hozir 45 dollarga bitgan. 1 metr. 1 metr 45 dollarga bitgan. Nimani hisobiga? Uncha qimmat deb aytishim mumkin. Chunki baland 1 metr 1.20 bo'lgan. Faskasi juda ko'p. Kirishga qopqog'ini o'zi 2 qator bo'lgan. Qopqog'ini o'zi 2 qator bo'lgan. Boyagida suv turmaydi. Suv turmaydi. Qopqog 2 qator bo'lgan. Pastida keyin 4 qator faska ochilgan yana. 4 qator faska bor. Bitta oqlov faska ochilgan. Ko'rasiz. Shular hisobiga qimmat bo'lgan bu. Agar qancha mana bu 2 talik emas, 1 talik qiladigan bo'lsa, misol biga 3 talik emas, boyagida 1 talik qiladigan bo'lsa, qopqog'i bitta. Shunga qarab, narxi o'zgarib ketaveradi. Narxi ketaveradi. 28 dollardan ham chiqadi, 30 dollardan ham chiqadi narxi. Zo'r. Keyin qarangda, mana shu agar hamma yog'i o'zlaringdan, ya'ni granit tosh, o'zlaringning mehnatlaring, hammasini o'zlaring ham olib terib beraveramiz. Narxi necha puldan bo'ladi unda? Endi ular shu fasonda ayting. Shu fasonda bo'ladigan bo'lsa, primerni tak 45 dollar biz sotib olamiz. 45 dollar sotilish narxi 45 dollar. Terishi 45 bo'lsa 90-100 dollar atrofiga boradi. Chunki 1 metr orqasiga pol simcha qo'yiladi buni. Simcha qo'yiladi. Simcha qo'yilib, svarka bo'ladi orqasi. Armaturga svarka bo'ladi. Hammasini orqasiga simcha bor buni hozir. Simcha bor. Zabardast baquvvat tushmaydi. Yaratib berasizlar. Tepsangiz ham, ursangiz ham hech nima qilmaydi. Hech narsa qilmaydi. Bir xil turadi. Zo'r, lekin to'g'risi bu boyagida garantiya necha yil beramiz? Garantiya 50 yil hammasiga aka. 50 yil. 100% 50 yil aka. 50 yil. Javob bunga. 50 yilga misol bormay, biror nima bo'lib qoladigan bo'lsa, bemalol o'zlaring servis xizmati bor. 10 yilgacha servis xizmati bor. Usta akalarimiz Samarqand viloyatidan bular qayerlarga borib xizmat ko'rsatadi? 12 ta viloyatga xizmat qilamiz. 12 ta viloyatga. 12 ta viloyatga. Keyin qarang, bizda obunachilar ko'pi musofirda yurgan aka opa singillarimiz bular. Misol uyiga hech kim yo'q, qaraydigan, ya'ni ustalarga qaraydigan hech kim yo'q. O'zlaringdan olib kelib, hammasini, abed hammasi o'zlaringdan bo'ladi. Mana shunday ko'rinishga olib kelib qo'yaverasizlar. Shunaqa. Birov kishi boshlangga turish shart emas. Turish shart emas. Bizaga kelishamiz, hisob kitobini olamiz, bo'ldi. Bizaga pulni bersa, hammasini biz olib beraveramiz. Olib kelib terib chiroyli qilib beraveramiz. Shahzodning nomeri pastga bo'ladi, Telegram, WhatsApp bor. Bor, hammasi. Katalog so'rasa, katalog ham so'raveramiz. Dizaynerlarimiz bor o'zlaring. Hamma dizaynerlarimiz bor. Mana shuni qanday o'zlaring tanlaganmizmi shu? Bu dizayner bu. Dizaynni chizgan bizaga, chizib bergan, dizayn orqali qilganmiz buni. Dizayn orqali qilgansizlar. Ko'rishlari mumkin. Dahshat lekin, to'g'risi, hammaga nasib qilsin. Niyat qilganlar bo'lsa, обязательно like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bu darvozamiz, ya'ni bu ham shu granit. Bu ham granit. O'sha granit bu ham. O'sha granit. Shu granitdan chiqqan. Bitta ko'rib baho berasiz, juda ajoyib chiqqan. Zo'r, lekin tepalariga to'g'risi bitta ahamiyat bersalar, o'zimga ham yoqdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qanday narxlanadi? Misol sokil boshqa narx. Sokil boshqa narx. Bu metrga hisoblanmaydi. Metrga hisoblanmaydi. Hisoblanmaydi. Общий shu ko'rinishiga hisob. Darvozani kattakichiligiga qaraymiz buni. Shu ko'rinishiga. Shu ko'rinishiga qaraymiz. Shu ko'rinishiga 1000 dollarga bitgan hozir darvoza. 1000 dollarga bitgan. Mana shu turishi, to'g'rimi? 1000 dollar. Ahamiyat beringlar. Darvozamiz ham misol 3,5 ga 4 metrlik darvoza. 4 metrlik darvoza. Shu joyimiz ya'ni 1000 dollarga bitgan emas. Bu faqat usta haqqi. Usta haqqini o'zi. Usta haqqini o'zi. Bundan tashqari yana qayerlarga terdik? Tak, pol terib berganmiz. Polga terib berdik. O'sha pol Xitoyda 30-60 polda. Mana shu ko'rib turgan joylar ham hammasiga usta akalarimiz o'zi tergan. Undan tashqari bu yerda sokildan ajratib turish uchun plyuslar qilib berdik. Plyus qo'yib berganmiz. Ramka chiqib berganmiz. Ramka. Ya'ni ramkaga solingan kafellarimiz bo'lib qolgan-da, to'g'rimi? Bunimiz qanday kvadrati? 10 dollardan bitgan bu. 10 dollardan. 10 dollardan usta haqqi bitgan. Zo'r. Ichkarini ko'rasiz. Bu ichkarimizga ham terib berilgan poliga, to'g'rimi? Ukrainskiy kapusta granit. Ya'ni bunimiz korejni, ya'ni 3 xil rangdan savmesli bo'lgan ekanda, to'g'rimi? Bu ham granit tosh. Granit tosh bu. Bu ham Ukrainadan. Kapusta bu ekan. Anglo-blackni bu kapusta. Zo'r. Ko'rishlari mumkin. Bu zinamizni ham terib berdikmi? Zinani ham qilib berdik. Zinamiz qanday? Metri qanday hisoblanadi? 12 dollar terilishi. 12 dollar terilishi. 1 metri. Ya'ni bu tarafi ham bitta hisoblanadi. Faska ochish faqat 2 dollar olinadi. Ya'ni 14 dollar tushadi 1 metr. 1 metr 14 dollar. Hattoki avvalni joylarga ham qilib berishar ekan. Zo'r, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Polimizga ham terib berdik. Polga ham terib berganmiz. Polimiz qanday? Necha? Tak, bu yer bu polimiz 60 8 dollardan bitgan. 8 dollar. 8 dollar. Kafelda uyda egasi olib berdi. O'zi olib bergan, usta haq 8 dollardan bitgan. Zo'r, lekin hammaga nasib qilsin inshaalloh. To'g'risi, gapirishiga til ojiz, ko'rishlari mumkin. Uyimiz
просто ska uyga o'xshab qolgan. To'g'risi tan bermay iloji yo'q usta akalarning ishiga. Shahzod, katta rahmat bergan ma'lumot uchun. Xudo xolasa yana yangiliklar kutib qolamiz. Xudo xolasa chiqadi yangiliklar. Zo'r. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring. Biz har doim mana shunaqa usta akalarimizni ishlarini chiqarib boraveramiz, birinchilardan ko'rishingiz mumkin. Uyiga, sokiliga, ya'ni granit tosh, xohlasa kafel ham terib beraverishadi usta akalarimiz. Bundan tashqari mana bunaqa traventin toshlarni ham terib beraverishadi. Kim qidirayotgan bo'lsa, mana shu videomizni обязательно podlistga tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz.